Teridagi yoqimsiz qichishish va toshmalardan aziyat chekib shifokorga murojaat etgansiz, ammo sizga qo'yilgan noto'g'ri tashxis natijasida hamon tuzala olmayapsiz. Ammo bugun biz sizga sizni davolashga yordam beradigan va to'g'ri tashxis qo'yadigan markazdamiz. Buning uchun siz markazga tashrif buyurasiz va dermatolog shifokor qabuliga yozilib, ularning ko'rsatmalariga ko'ra qon analizlarini topshirasiz. Kasallikni to'g'ri aniqlash va tashxislash uchun hamshiralarimiz tomonidan sizdan qon analizlari olinadi. Eslatma, siz qon analizlarini kunning birinchi yarmida topshirasiz va kunning ikkinchi yarmida sizda analiz natijalari chiqadi va aynan ushbu analiz natijalari bilan siz shifokor dermatolog qabullariga kirib, o'zingizni bezovta qilayotgan qichishish va toshmalar nima sababli yuzaga kelganligini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana kasalligingiz aynan nimadan toshayotganligi aniqlandi allergenni. Sizda bu olmaga, bananga, guruchga aniqlandi. Bu narsani ovqatlanish ratsionidan chiqarib tashlang. Sizdagi qichishish va toshmalarning asosiy yechimi albatta siz murojaat qilgan oliy toifali shifokor dermatolog bilan barham topadi. Ko'rib turganingizdek, hammasi oson. To'g'ri markaz, to'g'ri tanlangan shifokor va siz butunlay ushbu kasallikdan xalos bo'lasiz.